Uchar Universitet. Abdori Ümit Şimşek. Tercüman Abdülaziz Akxun. Tahrir Abdurahim Dövlet. Taklimakan Uyghur Neşriyatı. Yer astida kelecek şekillenmekte namlıq 9. babının en ahırkı bölügi. Varşavanın Yahudi nüfusu işgal bilen birlikte chet bir mahallede toplanışqa mecburlanıp, başka Polşalıqlardan ayrı etilgen idi. Bundaq ahvalda Polşa miqyasidagi ma'rif to'lqinining bir ulgisi albatta Yahudi nusxasi holatida Yahudi rayonida ko'rildi. Bo'libmi diniy rahbarlarning yetakchiligida Varşavalik Yahudilar pullarni eng oxirgi sinfgacha ma'rifga sarf qilishga rag'batlantirildi. Chunki ularning farzandlari nonga qanchalik muhtoj bo'lsa, ilmga shunchalik muhtoj edi. Bu təşviqatlarga parallel halda hər qaysı dərəcədəki məktəblər açıldı. Bularning arasında to'liq o'rta dərəcəlik dini ma'rif bilan shug'ullanadigan 8 məktəbdə 3500 o'quvchi o'qiydi. Poplardan ayrim dars o'rganadiganlar, haftada 12 soat dars o'tiladigan maxsus sinflar, dars takrorlash guruhlari, o'qish halqalari va diniy guruhlar bo'lsa, maxsus guruhlar bilan birlikda ayrim bir ma'rif zimini shakllantiradi. Oshxonalarmi yer osti maktablarga aylantirildi. Yetimxonalarda maxfiy sinflar ochildi. Yoshlar guruhlarining a'zolari o'qituvchi qilib yetishtirildi va o'rgangan har bir darsni uyma-uy aylanib yurib, o'qitadigan shaklda tarbiyalandi. Teatr ve müzik derslerimi ma'rifning bir parçası idi. Bo'libmi muzika, e'tiqod ve medeniyetni yashintish ve kelgusi avlodlarga yetkazishda nihoyatda muhim funksiyaga ega edi. Shunga uningga yig'ilish lagerlarini o'z ichiga olgan har qanday yerda sal qaralmaydi. Natslar ishg'oli ostidagi Polshada maktablar bilan birlikda başqa madaniyat san'at faoliyatlarimi yoshirun holatda jonlanishga boshladi. Yer osti davlatidan boshqa ko'plagan organlarmi davlatning muayyan shaharlarda ilm va san'at faoliyatlarini o'rlashtiradi. Buning bilan teatr o'yinlari, rasm ko'rgazmalari va maxfiy konsertlar orqa-orqadan keladi. Başqa besim davrlardagiga o'xshash bu davrdami ilm va san'at dunyosining muhim zotlari Polsha xalqini aqartatdi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Polsha muzika ma'rifini tartibga solgan va Polsha muzikantlar birligining tunji boshlig'i bo'lgan Pyotr Prokofiev mazkur kishilarning biri bo'lib, maxsus konsertlar va qonunsiz ma'rif faoliyatlariga boshlamchilik qilganlarning biri edi. İkinci Dünya urushi mezgilida Polshaning yer osti maktablarida o'qigan dunyoga mashhur kishilarning biri, hatto eng muhimi de Papa John Paul II, ya'ni Karol Wojtyla edi. Karol Nats ishg'olidan bir yil burun Krakowga ko'chib, universitetga tizimga oldigan va teatr o'rganishga boshlagan edi. U Gestaponing Krakow universitetidan 144 professor, yordamchi professor bilan bir qism o'quvchilarni yig'ilish lagerlariga elib ketganligi guvoh bo'lganda aran 19 yoshda edi. Ularning hech biri qaytib kelmadi degan edi Papa ardin yillar o'tgandan keyin yoshga to'lgan ko'zlari bilan ashu kunlarni eslab. Ishg'olga ergishib universitet bulang-talang qilindi va taqvetildi. Karlmu başqa do'stlari bilan birlikda yer ostiga kirdi. Shuningdan keyingi 18 oy bo'yicha kunduzlari Toshkentda ishlagan Karol kechalari uylarda, o'gizi bilan Torus orlig'idagi bo'shliqlarda, cherkovlarda boshqa do'stlari bilan birlikda qonunsiz universitetning darslariga qatnashdi. Karol Wojtyla rahib bo'lishga qaror qilgan chog'da Katolik cherkovi Gestaponing asosliq zarbi obyektiga aylangan edi. Davlatning 11 ming rahibidan 3 mingga yaqini ya o'lim jazosi yoki
yig'ivelish lagerlarida o'ldi. Karol 1943-yili bosh rahib Sapixaning yer osti leksiyalariga ishtirok qilishga boshladi. Bu leksiyalar har kuni kechda farqli bir uyning yer osti qaviti yoki to'rus oralig'idagi bo'shliqlarda so'zlanadi. 1944-yildagi Varshava kelishimidan keyin natsistlar Krakovdagi barliq balog'atga yetgan erlarni yig'ib elib ketgan bir kuni Karol yo'shiringan yer osti uyda qo'lga tushib qoldi. Әтісі әттігенді болса, Сапияға xabarchi әвәтіп, uni yer osti leksiyasiga chaqirdi. Yer osti armiyasi tarafidan o'rlashtirilgan Varshava qo'zg'oloni bir oydak davomlashgandan keyin qonliq shaklda bostirildi. Germanlar shaharni talto'kis o't qo'yib vayron qilishdan ilgari 2000 odamni o'ldirdi. Ayollarni yig'ivelish lagerlariga surgun qildi. Bu esnada Polshaliklar Amerika bilan Angliyadan yordam kutmoqda. Bu ikki davlat bo'lsa, Sovetlarni mamnun qilishga urinmoqda edi. Sovetlar bo'lsa, uzunga suzilgan kutishlardan keyin oxiri keldi. Biroq ular Polshaliklarni qutqizish uchun emas, yana bir qatim Rus hukmronligi ostida ularni yo'qotib tashlashni sinab ko'rish uchun kelgan edi. Chunki Yalta yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Angliya bu rayonni Stalinning insobiga topshirishni qaror qilgan edi. Qadrli do'stlar, Polshaliklarning ilm ma'rifat uchun o'z hayotini bag'ishlagan qon yoshlik tarixi aks ettirilgan yer ostida kelajak shakllanmoqda nomli 9-bob mushu yerda oxirlashdi. Keyingi qatimda men bir ma'rif to'lqini mana mushunda qo'zg'atildi degan bobni huzuringizga sunaman. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Keyingi qatim ko'rishgacha omon bo'linglar.